Haydovchilar uchun kerakli bo'ladigan top 5 ta ilova. 5-inchisi sizga kamida 400 ming so'm foyda keltiradi. Birinchisi ROT 24. Bu yerda avtomobilingiz haqida batafsil ma'lumot olishingiz, jarimalaringizni ko'rishingiz, jarimalarni to'lashingiz, yangi sortda rasmiylashtirishingiz mumkin. Ikkinchisi ROT 24 ga analog bo'lgan SafeRoad ilovasi. Ilovadagi ma'lumotlar GAI xodimlarining plansheti bilan birga bir mos keladi. Bunda Tavernus ma'lumotlari, avtomobilga qo'yilgan taqiqlar bo'yicha ham ma'lumot olishingiz mumkin. Shuningdek, jarimalarni to'lashingiz mumkin. Uchinchisi har bitta Android telefonlarida bor bo'lgan Google Maps ilovasi va unga analog bo'lgan Yandex navigator ilovasi. Ilova lokatsiya bo'ylab harakatlanish va lokatsiyalarni ulashish, shuningdek, ma'lum bir notanish manzillarga borish bo'yicha juda ham qulay hisoblanadi. Ilovani bitta menyusi ba'zida sizga eski yo'llarni, ta'mirlanmagan, sifatsiz yo'llarni ham tavsiya qilishi mumkin. Shuning uchun notanish hududlarga borganda bu ilovaga to'liq ishonib qolish tavsiya etilmaydi. Oxirgi ilovamiz bu ContraCam ilovasi, ya'ni antiradar ilova. Play Marketda ko'plab haydovchilar bu ilova haqida iliq fikrlar qoldirishgan. Ilova, demak, bazasida mavjud bo'lgan qonuniy o'rnatilgan barcha radarlarni ko'rsatadi. Bu ilovaga ishonib to'liq harakatlanish tavsiya etilmaydi, chunki ilova bazasiga kiritilmagan yangi o'rnatilgan radarlar haqida ma'lumot bermaydi va o'rnatiladigan uchoyoq ko'chma radarlar haqida ham ma'lumot bermaydi. Ba'zida eski radarlar haqida ham ogohlantirish mumkin. Ilovani eng katta pluslaridan yana bittasi bu videoga olib ketish funksiyasi ham mavjud. Ya'ni siz bundan bir vaqt o'zida ham video registrator sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Yana qanday foydali ilovalarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bu videoni maksimal haydovchilarga tarqatib tashlang. Foydali ma'lumotlar uchun Spark Zo'r sahifasiga obuna bo'lib qo'ying. Biza o'zimiz ishlatadigan, foydali deb biladigan ma'lumotlarni sizlarga ulashib boramiz.